Assalamualaikum qarindoshlar. To'g'ri mulozimatlikka yurishlik qismimizga xush kelibsiz. Bu bizning 14-qismlik darsi. Oldingi qismda biz xos mulk, ya'ni propertiesda xos mulkida qanday soliq ma'lumot saqlashni o'rgangan. Ya'ni biz project saviyasi, test suit, test case hatta test steplarning properties xos mulkida qanday, ya'ni bu yerda xos mulkida soliq ma'lumot saqlashni o'rgangan. Bugun biz hamda Aş xos mulk o'tkazish, ya'ni property transfer funksiyasini o'rganamiz. Unda olsa, men bu test case'ni uyatgan, sizlarga texnik bir takrorlab qolishiniz uchun. Ya'ni qaytalab desam, bu eng cho'ng xususiyati, eng cho'ngi bu bir tür, project. Har xil project var, hozir birlam project var. Projectning ismi country. Projectning kichik biz bo'lib olamiz, turga ayirib olamiz, har xil test suitlarga. Ben faqat birlam davlat degan test suitga bo'lib oldim. Andan keyin shu bir davlat test suitini yana kichikka bo'lib olamiz. Chunki ratlash qulay bo'lishi uchun. Uni test case deymiz. O'ng tarafni chekib new test case ni bosamiz. Buning ismini tilni o'zgartirdik. Country code deb qo'yay. Hamda bu country code degan test case. Test case'ning ham test step bor. Biz test step quraylik. Biz buning nurg'un funksiyasi bor. Har bir funksiya uchun birdan test step qura olamiz. Poytaxt capital city deganlik. Men 3lam test step quray. Oldingidan biz har bir test suitning ichida oldingidan 3 test case bor. Bu vaqtda men qanday bir test casening ichida 3 test stepni qilaman. Add test step bu degan sub request atimiz var, çünkü bu sub project, sub API olacak. Sub request deb qo'y. Yoki birinchisiga codes deb qo'y bo'ldi. Bunga ham nima qatamaymiz deganda capital city code demey. Buni ismini rename qilib capital deb qo'y, poytaxt. Ondan keyin biz yana bir requestga davlat quraylik. Country ISO qisqartirilma ismi. Onunla biz country ISO code ma funksiyasini qo'ydik. Xuddi qo'shash ilish bilishni qo'shgandeklarni qo'shatamiz. Yana birini qilib qo'shib qo'yay. Yana bir test step. Bu qism currency pulini qo'shaylik. Country currency. Okay. Hozir bizda 3 test step bor. Shuni qanday? Biz request iltimos avatib javobning muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaligini qanday sinaymiz. Eng avval biz mana yutkalaymiz. Davlat ISO kodini birinchi ulab qaraylik. Chunki buningga qanday country name bir davlatning ismini beraylik. Bu davlatning ismini yoki Japan deb qo'limizda yazsak bo'ldi yoki oldingidan biz o'rgangan o'shaning properties saqlagan, xos mulkni saqlagan qanday soliq ma'lumotini ishlasak bo'ldi. Qanday qildik? O'ng tarafini besib get data dan yoki project saqlagan, yoki test suite saqlagan, yoki test case hatta test step saqlaganlarim bor. Test case yo'qkan. Bu yo'q chunki test case julib ketdi, men juvatdim. Test suite bilan project var. Projectda Japanni saqlab ekanmiz. Test suite'da qanday Turkey. Turkeyni qilni. Turkey degan gap ma'lumot. Bu qaysi saviyada test suite, ya'ni test suite davlatda buning property dening bor. Mana Turkey code TR. Bu country name kin. Bu cho'qim bu TR bo'lmaydi. Yana bir nima qataylik. Davlat deb qo'yay. Ana Turkey.
Şuna mani davlat deb o'zgartib olsak ham bo'ldi, o'xshash. Iltimos avatdoq. Turkiyaning qisqartılması TR ekan. Men hozir mening qilayotganim mush TR ni endi mush Turkiyaning poytaxtini tepish uchun capitalga besib, miyaga TR deb qisqartılma manda qo'li bilan yezib yurganning o'rniga buni optimatlashtirishni mushu qila ishga oshiraydi dedim. Ya'ni ma iltimosning, ma country ISO'dagi ma requestning ma iltimosning javobidagi mani bevositlam mayaglam olay dedim. Qo'li bilan olmay, qo'llasak ma'ni bo'ldi. Optimatlashtiramiz. Buning da qanday ishga shug'ul eng oddiy usuli property transfer. Property transfer deydi, mulk o'tkash. Xos mulk o'tkash. Dasa keldik ha? Diqqat. Biz property transfer funksiyasini qatimiz. O'ng tarafini besib, add step'dan qanda property transfer. Property transfer. İsmini başqa ism qo'ysam bo'ldi, men o'z bet qo'yib qo'yay. Bu ko'zdan qaranglar, diqqat qilinglar. Biz country ISO request'dan capital request ma'lumotning javobini ma'ning iltimosiga yo'tkamoqchi. Ya'ni buna bir ism qo'yaylik. Code deb qo'yay ismini. Ya'ni country ISO code'ni ismini tanlaymiz, source'ga manba. Xoslik nima? Response. Ya'ni javobidan, response'dan ikki qisqartılma harfini qanday? Target nishon qayerga? Capitalning request'ga avatimiz. Tushuna olamizmi? XPath shaklda. Yana bir takrorlab beray. Biz ma country ISO'ning ma javobdan ma response'ni ma capitalning miyaga olmoqchi. Mana qanday? Asli shunday oldi-ku. Bunu qanday olamiz deganda property transfer yutgaymiz. Diqqat qilinglar. Miyada 3 xil batin bor. Ma NS ko'rdingizmi? Mushni declare. Biz XPath match qilgan chog'da qanday XPath tepish uchun qanday qildik? Declare qilib oldik shundaymi? Buni mush NS degan qisqartılmasini qanday declare qilamiz? Tepada. Endi diqqat qilsanglar, ma'ning NS tugun node NS1. Lekin ma'nochi qarsanglar, ma'ning M country ISO'ning capitalning nima? Web. Boshqasiga o'xshamaydi, qan chiqib qoldi, shundaymi? Agar miya declare qilganda, biz xuddiliqi oldinqim XPath match assertion so'zlaganda miya ayaning M, miyaning web chiqqan bo'lsa, biz qanday qildik? Shu tugunni yozdik. Hozir men o'xshamaydigan tugun chiqib qolgachqa, biz qanday qilamiz? Ya'ni o'xshash avval ma'ning responsening mush kodini qanday olamiz? Mana bu yerdan mush kodini olamiz. Uni qanday olamiz denglar? Double slash miyaga asli M ni yozdik shunami? Ma node ni, ma tugunni. Lekin ma NS bo'lg'achqa o'xshamaydigan chiqib qolgachqanda biz wild card yulduz belgisini ham qilib qo'yamiz. Bu qanday bo'lsa, qanday o'rtaq ishiltidi demakchi. Buningki node nima? Country ISO code result. Copy. Asım şeklini tutmaylı. Mana. Mushuningdan mush TR'ni nega olamiz? Ma capitalning
Müşege. Mani. Niye yazımıza? Double slash. Yulduz. O'xshash bayam aniqida niye yazımız. Bunu qilmoqchi deganda hozir ma'nodagi tr ni response ni ma'no request ga yutkazadi. Yutkash transfer dedi. Bassak mana yutkeldi. Tr chiqdi. Endi diqqat qilinglar. Mana qaranglar. Ma biz tr bilan bosmadim. O'zi maslmada nim shaklda deydi-ku. Savol shaklda. Men hozir mana o'chirib assam, yana savol shaklda-ku. Endi ma property transferni qanday qilaman? Basma. Voilà mana. Ma yutkada avtomatiklan yutkada anqarani chiqarib turadi. Men qo'lda yozdim. Mana bu avtomatlashtirish. Da qo'lda yozmaymiz. TR deb. Bevosita oyada menga ilyotdi. Buni ham qanday qilamiz deganda, qanchasi bo'lsa shunchaga property transfer qilib yozamiz. Endi ma currency ni qanday qilamiz? Miyagimi country code shunami? Miyagimi men property transfer dan qanday qilaman? O'sha country code nikini olaman. Mana ismini o'zgartay. Mao capital bo'lsin. Yana bir qurib ma'nimi currency pulga yutkay. Bu qanday o'xshash. Yo'qomsa yana birini qurib yurmay, yana birini qilmay. Mana o'chiribdi. Mana ismini eslayib keltiray. Her name. Mushning o'ziga qanday yana birini qo'ysak bo'lmaydi. Ma code demay, ma'ning ismini qanday? Kod turaversin. Mani currency deydi. Endi miyaga qanday? Qurimiz. Control ISO ning response ni javobdan qanday? Target nishon ne? Bu da ma currency. Currency ning qanday? Request ga. O'xshashlarni declare qilamiz. Bu o'xshash chiqdi. Qo'shgan siziq wildcard yani yulduz. Osmichi get. Ma'ninki qanday? Mush biz ammoqchi bo'lganning o'zi qanday? Ko'paytirib oldik. Bu ne? Mana. Mayagicho? Ma currency ning nimasi? Mana. Mana ko'paytirib ilib. Double slash wildcard yoki yulduz. Mana. Mouse sinaqmi haqiqiysi? Sinaq qilib baqsaq, mana bu mute keldi. Demak, qaranglar. Currency ni qana? Biz assert qilaylik. TR ning currency nima bo'lish kerak? New lira shunami? Bir assertion ni cho'qim new lira bo'lish kerak bo'lmasa o'tmaydi. Endi men mana o'zgartmadimmi? To'xtanglar. Mana qo'yma property transfer ni men qo'zg'anda o'zgarib qoldi. O'zgartmadim. Men capital qaranglar. Men o'zgartmadim.
Manыңғымы мен пәкәт property дылам қылдым маны. Миядын. Ма дөлетнің қанда properties'тен миядын алдым. Әмді қанда біз country code не илеп маңғызымыз. Currency өтмеді. Неміш өтмеді? Çünkü mao yötkelmepti. Bildim. Çünkü ma property aslı dop qapti, Bu ne? Üstse qalaylı. Yani bir qıtı mangızı. Әмісі өтті әмді. Mana. Optimatlaştırdım. Birlam besip qo'ymiz. Hozirgi bu 4 lam test deb qo'y bu. Bira 100 ni qilib qo'ysaqmi, masalan, shirkatning ehtiyoji asosan. Har bir u yoqda 4 tumda qo'li bilan qilgan olgan bilan bira 100 ni qo'li bilan qilsaq, bir necha kun ketadi unaga. Shuni biz optimatlashtirib qo'yayotganda, bir knopkadan besip qo'ysak, hammamiz bir boshdan lop mangadi. Shundan muvaffaqiyatli bo'ldi, mana yeshil. Agar failni mag'lub bo'lsak, ana qizil chiqaradi. Shu man besip bilan açımız bilimiz sebebini. Optimatlaştırış nurg'on vaqtni tejab qoldi. Bugungi darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalarni asta-inqas shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.